Hammaga salom, sizlar bilan Abdulboriy va sizlar meni kanalimdasizlar. Obunachlar, bugun biz sizlar bilan juda ham qiziq video qilamiz. Ya'ni bugun biz sizlar bilan Robloxda kasalxonadan qochamiz. Xo'p, obunachilar, mana ko'rishlari mumkin biz qanaqadir yotoqxonadan palatada uyg'ondik. Bilishim bo'yicha hammaniki ketyapti. Menimcha mana richakka o'xshagan narsani tushiramiz. Lekin nimadir tushmayapti. Bossam ham mayli. Nima qilamiz? Hozircha o'ydim uni. Yo'q, ochilib qoldi o'zidan o'zi. Hop, betga sahranit bo'lamizda, biz boshlardik yurishimizni. Yo'limiz hali uzoq. Voy! Boshlanishi vaqti zo'r boshlandi lekin. Mayli. Esdan chiqaramizda, hamma narsa tarixda qoladi. Hozirgi kun bilan yashash kerak. Boss gazini deb qo'yadi. Xullas, mana bo'ldi. Bekam sahranit bo'ldimi? Menimcha bo'ldi degan umiddaman. Endi ham ketaverdik. Voy, jicha qoldi. Oxirgisida hozir obunachilar. Ana. Mana unisida ham hozir jicha qoldi. Vashshi. Bular menimcha easy peasy buna narsalar, sahranit. Eng yomon ko'rgan mana shu etap edi obunachilar. Hammasidan ham ko'ra mana shunisida ko'proq qiynalardim, bor. Hammasidan ham ko'ra mana shunisida ko'proq qiynalaman. Rostdan vashshi tonki narsada sizlar o'talasizlarmi shundan bittada kommentariyaga yozib ketinglar. Misol uchun men bir 20 ta 30 tada bir o'tib qolaman. Mana hozir o'sha hazillashibman. Hop, bo'ldi, sahranit bo'lamizda, baqa endi yugurib ketaveramiz. Voy, oddiy dorogadan o'tolmadim. Boshqatdan, what the cringe. Oddiy narsadan ham o'tolmasa endi. Voy, bitta narsani o'ylab qolaman. Mana shundan pobeglar qiladi-yu, shularda o'rnida bo'lgan mana shu hozir o'ynayapman-ku, avatar bunda. O'sha avatarda o'rnida bo'lganimda shuncha o'zimni qiynab, shuna joylardan o'tgandan ko'ra tinchgina banisada yotib davolanib qo'ya qolgan bo'lardim. Bunaqangi qochish uchun shuncha prepyatsiyalardan o'tish shart emas. Endi bu albatta o'yin qiziq bo'lishi uchun chiqarilgan o'yinlar. Mana qaranglar-da, shunaqangi ham cringe bo'lamanmi? Oddiy joydan yiqilib tushadigan. Tag'in o'yin o'ynab YouTube kanalimga qo'yaman. Qaranglar, o'yin o'ynaydigan odamlar hech jahonda shunaqangi yiqiladimi? Oddiy mana shunaqangi joylardan bor-ku. Hop. Roblox o'ynamayman desam bo'ladi umuman. Asosan FK Mobile o'ynayman. Mana qara, yana oddiy joylarda yiqilib yuribman. A few moments later. Voy, ilinib qoldim degan joyimda opet. Hop. Sakrordik. Hop, endi bag'ida tushunishim bo'yicha baqa tushamiz. Monita qanaqadir odamlar eshitgim ham kelmayapti. Maqsad tezda qochib ketish betlardan. Hop. Bo'ldi. Muskeletlar, pasta lava. Voy, jicha qoldi yiqilib tushimga, o'ttada. Mana omad shitamilnadi, omadli balang obunachilarga sizlar omadli bo'lsalar pastga tushib like bosib qo'yinglar. Hop. Eng yomon ko'rganlarimdan biri mana shu etam bor. Eng yomon ko'rganlarimdan biri, eng ko'p dovdiradigan, eng ko'p yiqiladigan mana shu joyda ko'p bo'ladi menda. Albatta bittada o'talmasligim aniq edi. Qaytga kirdim. Bitta o'talmasligimiz aniq edi boshidan. O'shaning uchun yana qilib ko'raveramiz. Hop, qanaqadir kabinetga kirdi ham. Bitta odam yotibdi, qanaqadir kodda avatar ekan, kodda Roblox odami. Og'zini ichigacha kirdi. Endi organizmlar bo'yicha sayohat qilamiz menimcha. Endi mana bahonada sizlar ham biologiyani bilib olasizlar. Bu narsa odamning ichida nimalar bo'ladi? Bu tushunishim bo'yicha oshqozonni deyman, shuncha narsalar yegan hazm bo'lyapti bular.
Yo'ma, hech nima qilganim yo'q-ku, nimaga o'sha narsani ichiga tushib bo'lmayapti bu avatar. Mana bo'lsa yana bir marta urinib ko'ramiz. Vamos, tushdi. Turib o'rnimizdan. Betlar qiyin bo'lmasa kerak. Endi betdan o'talmasa endi yana oddiy joylardan yiqilib tushyapman. Ko'ryapsizlarmi? Oddiy joylardan o'lib boshqatdan. Bet qon yo'laklari, tomirlar desam bo'lamancha. Voy, jichoqladi. Tak. Sakradi. Odam beli bu. Как раз belim og'riyapti hozir вообще. Roblox odam avatarda skeleti bu. U ana yurak, adashmasam. Mana yurak. Ana obunachilar ko'rsatamaslar yuradi, lekin bu yerda ham naqsi yaxshi ko'rinmayapti. Mana avatarning chiroyli bashara go'zal turib to'sib turibdi mana. Shunday ekan, yo'limizni davom etamiz. Voy, ulguraman dedim, ulgura olmadim. Boshqatdan. Bo'ldi, saqlanib bo'ldi. Endi bu yerda ham yomon ko'raman. To'g'risini aytsam, bu ham вообще yomon, yoqmaydi. Fu! Вот это гадость, конечно. Shunday joylarda ham yurishimiz qoladi endi. Undan ko'ra tinchgina yotib davolangan yaxshi emasmi? O'ldim, oddiy joyda. Так, jichoqol. Ana, vaqtni ham ko'ryapman. Vamos! Mana obunachilarga video yoqqanmisa albatta pastga tushib nima qilishni bilasizlar. Bu safar hech bir shart emas, nima qilishni bilasizlar. Albatta sizlar bilan men bo'lim, men Abdulboriy. Hammaga xayr, o'zlaringni ehtiyot qilinglar keyingi videolargacha. Ko'rishguncha xayr. Ciao kakao. Say no.